Uyg'urlar tarixda insoniyat madaniyatiga shonliq to'kpilarni qo'shgan qadim bir millat. Uyg'urlarning ajdodlari tarixda o'zi yashagan kangri zaminlarda Sak, G'on, Ko'kturuk, Urxun Uyg'ur, Qarxonilar, Chag'ataylılar, Timurilar va Saidiya davlatiga o'xshash nurg'unlagan davlatlarni qurib, himmat va adolat bilan shahar so'rgan. Sharqiy Uyg'urlar 744-yili Urxun daryosi bo'yida Urxun Uyg'ur davlatini qurib chiqqandan keyin Shimoliy va O'rta Osiyoda 100 yilga yaqin hukm surgan. Bu mezgilda shaharlashishga qarab yuzlanib, Urxun daryo vodisida cho'ng shaharlarni barpo qilib, bilimda, san'atda yaratgan ulug' kashfiyotlari bilan dunyo madaniyatiga zo'r to'kpilarni qo'shgan. 9-asrning o'rtalarida qurilgan Idiqut Uyg'ur davlati va Ganjo Uyg'ur davlatidami nihoyat yuqori saviyalik olimlar, kashfiyotchilar va san'atkorlar yetishib chiqib, insoniyat madaniyatiga cho'ng to'kpilarni qo'shgan. Ular yaratgan yuqori madaniyat va san'at asarlari hozir Germaniya, Angliya va Fransiyaga o'xshash taraqqiy qilgan davlatlarning muzeyxonlarida saqlanmoqda. G'arb olimlari Uyg'urlarning bu shonliq yodikorliklari ustida nurg'unlagan ilmiy tadqiqotlarni elib borgan. Milodiy 10-asrning boshlarida ulug' Qarxonilar davlatining xaqoni Sutuq Bug'roxon islom dinini qabul qilgandan keyin Uyg'ur davlatlarida maharib taraqqiy qilib, Qashqarda xonliq madras va Sochiya madraslariga o'xshash nurg'unlagan oliy bilim yurtlari qurilgan. Bu oliy bilim yurtlaridan donglik olim va tilshunos Mahmud Qashqari, mashhur davlat arbobi Yusuf Xos-Hojibga o'xshash kishilar yetishib chiqqan. Dunyoning nurg'un yerlarida insonlar tehi ibtidoiy holatda yashayotganda Uyg'urlar mukammal davlatlarni qurib, ilg'or boshqarish usullari bilan atrofidagi boshqa millatlarga ulgu bo'lgan. Yusuf Xos-Hojib tarafidan yozilgan Qutatxubilik Uyg'urlardagi davlatchilik engining va davlat boshqarish usullarining qanchalik taraqqiy qilganligining bir isbotidir. Qarxonilarga o'xshash Idiqut Uyg'ur davlatidami davlat boshqarishda, bilimda, san'atda va binokorlikda yuqori saviyaga yetgan. Idiqut Uyg'urlardan mashhur olim va davlat arbobi Tatatunga Chingizxonning taklifi bilan buyuk Mo'ng'ul imperatorligining bosh maslahatchisi va muhrdori bo'lgan. Aslida ko'chman bir xalq bo'lgan Mo'ng'ullar Uyg'urlardan chiqqan davlat arboblarining to'kpilari bilan g'oyat cho'ng bir imperiyaga aylangan. Mo'ng'ullar Chingizxon davridan tortib 20-asrgacha Uyg'urlar ijod qilgan yoziqni ishlatib kelgan. Uyg'urlar qadimdan tortib davlat qurish, boshqarish, davlat va millatning ichki va tashqi masalalarini hal qilish va milliy falokatlarning oldini olish uchun tajribalik davlat arboblari, bo'y baglari, to'g'riliqi, jasorati, bilim saviyasi, qahramonligi, fidokorligi va kasbdagi ustun mahorati bilan xalq orasida tunilgan kishilardan tashkillangan ixtisos egalari bilan davlat boshqarib, bir yerda mujassamlangan o'rtaq aql bilan nurg'unlagan milliy krizislarni yengib chiqqan edi. Afsuski, 1682-yili Saidiya davlati Jungar xonligi tarafidan munqariz qilingandan keyin Uyg'urlar intayin og'ir bir fojiaga yo'liqdi. Uyg'urlar 3 asrdan beri davom qilib kelayotgan og'ir mustamlika va qonliq qirg'inchiliklar tufaylidan davlat engini va milliy mafkurasini yo'qotib qo'yganligi uchun texicha bu milliy fojialardan qutulib
chiqolmayotidi. Buningdagi eng asosli sabab milliy birlikni qo'g'day olmaslik. Milliy birlikni qo'g'dashning eng kuchlari va ajdod mirosi bo'lgan davlatchilik an'anasiga varislik qilolmaganlikdan iboratdir. Chet ellarda yashayotgan barliq muhojir qarindoshlarimiz bilib turgandek, vatan ichi sirtidagi xalqimizning Xitoy mustamlikasidan qutulish umidi chet eldagi vatanparvar shaxslarga, tashkilotlarga bog'langan. Biroq uzun yillardan buyon muhojiratdagi bir qism Uyg'urlar tarafidan Uyg'ur va Sharq Turkiston nomlarida qurilgan tashkilotlarning rahbarlari o'z rolini degandek joriy qildira olmaganlikdan bu tashkilotlarning xizmat funksiyalari passivlashib, muhojiratdagi Uyg'urlar orasida bo'linish, tarqoqlashish, ichidan chiqolmag'idek ziddiyatga petib qilishga o'xshash intayin salbiy omillar avjiga chiqdi. Bundaq bo'lishda nurg'unlagan ichki va tashqi sabablar rol o'ynagan bo'lsa-mu, ba'zi qo'lliq tashkilotlarning o'z ichidan parchalanib ketishi, yana ba'zi qo'lliq tashkilotlarning milliy manfaatimiz va egilik huquqimizga o'xshash muhim masalalarda millatning irodasiga xilof harakatlarni qilishi, xalq norozi bo'lganda xalqqa milliy masalalar to'g'risida to'liq tushuncha beraligidek yuqori ong saviyaning bo'lmasligi, xalqning tanqidiy fikrlariga quloq solmay, Xitoyning yeli mikrlariga bilib bilmay aldinib ketib, tanqidga uchirganda tanqidni qabul qilmasdan aksicha xalq fitna fasodga ishinib bizni aybladi deb voysab, texichi kamchiliklarni tuzitib ketolmaganligi uchun muhojiratdagi Uyg'urlar ichida umidsizlik, gumonxo'rlik krizisi yuqori pallaga yetdi. Bir tashkilotning yeniga yana bir tashkilot yaqin kelmaydigan, bir tashkilot rahbarining yeniga yana bir rahbar kelmaydigan, har qaysi tashkilotlar o'z beshimchilik bilan ish qiladigan ahvollar shakllandi. Bu xalqimiz orasida bo'lgunchilikni va ideologiyalik parchalanishni cho'nqurlashtirib, milliy mustaqillik yo'lida elib berilayotgan ko'rishimizga daxli ta'arruz qilmoqda. Mana shu sabablar tufaylidan muhojiratdagi vatanini va millatini so'yadigan, Uyg'urlarning mustaqilligini qat'iy himoya qiladigan va qo'llaydigan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar bir yerga jam bo'lib, yaqin tariximizdagi ochiq tajriba saboqlarini yakunlab, uyul toshdak ittifoqlashib, o'rtaq bir ust aql bilan istiqbolimiz va istiqlolimiz uchun milliy mustaqillik yo'limizdagi to'salg'ularni botirlik bilan bosib o'tib, hur va mustaqil davlatimizni qurib chiqish yo'lida tarixning navbatda zimmamizga yuklagan shonliq vazifasini ado qilish uchun Uyg'ur muhojirlar delegatsiyasini qurib chiqish qaror qilindi. Aziz vatanimizning mustaqilligi va tajovuzchi Xitoy hokimiyatining ig'ir zulmi ostida engirayotgan millatimizning istiqloli uchun dunyoning har qaysi joylarida tavranmas iroda bilan kurash qilib kelayotgan tashkilotlarimizni, vatanparvar siyosiyonlarimizni, ziyoli va o'limalarimizni, o't yurak yoshlarimizni, Nozgum va Rizvongulga o'xshash egilmas qahramon xonim qizlarimizni, shundaqla hurlik va erkinlikka tashna bo'layotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bu qutlug' yo'lda biz bilan mo'rni mo'riga tirab birlikda mengishga chaqiramiz. Hurmat bilan Uyg'ur muhojirlar delegatsiyasi tayyorliqqa yetdi. Ekrandagi el-xat adresi orqali biz bilan aloqalasha olasiz.